Chuqur nafas olamiz. Yuragimizni borliq qadar ochilishiga ruxsat beramiz. Men ruxsat beraman yuragimni borliq qadar ochilishiga. Hozir va shu onda sizni butun borliqda sizni qo'riqlovchi farishtalaringiz, sizni ustozlaringiz, yo'l ko'rsatuvchi ustozlaringiz sizni yoningizda sizni qo'llab-quvvatlashyapti. Tanam va ruhim bir uyg'unlikka keltirilishiga ruxsat beraman. Tanam va ruhim bir uyg'unligi ishga tushirilsin. Butunlay qalbingiz bilan ulanishingiz ishga tushirilsin. Qalbingizni tinglashingiz, qalbingizni his qilishingiz, qalbingiz bilan bog'lanishingiz hozir va shu onda va har onda ishga tushirilsin. Butun borliq sivilizatsiyalari, asl nurga javob beradigan har bir sivilizatsiyalar sizni qo'llab-quvvatlashyapti. Yaratuvchini har bir nomlari bilan sizni asl qalb ochilishingiz, qalbingiz bilan bir uyg'unlikka kelishingiz ishga tushirilsin. Sizni qalbingizni shu vaqtgacha to'sib qo'ygan har bir arxiv, har bir programma, har bir blok, har bir gen, har bir xotira, har bir piramidalar, har bir chiplar, yerdagi hayot tarzingizda sizga kiritilgan, yerdagi hayotingizda sizga berilgan har bir qalbingizni yopilishiga xizmat qiladigan programmalar butunlay eritilinsin. Nurga aylanguniga qadar, oltin suvga aylanguniga qadar eritilinsin. Qalbingizni yopgan har bir programma, qalbingizni yopilishiga sababchi bo'lgan har bir og'riqlar boshidan oxiriga qadar eritilinsin. Asl sevgi nuri bilan, asl nur sevgisi bilan butunlay boshidan oxiriga qadar eritilinish ishga tushirilsin. Va sizni spiral nur, mir nuri, Dao nuri, asl sevgi quyosh nuri sizni butunlay tozalashyapti va qalbingizni tub-tubidagi har bir arxivlargacha, sizga og'riq bergan har bir arxivlarni eritib, har bir xotiralarni eritib tozalashyapti. Sizda shunaqangi sovqotish yoki shunaqangi qisib ketish holati bo'lishi mumkin. Taningizdagi har bir sizga og'riq bergan, qalbingizni yopilishiga xizmat qilgan programmalar sizni tark etadi. Qanchalik darajada siz ruxsat bersangiz, qanchalik darajada siz tayyor bo'lsangiz, shunchalik darajada bu og'riq o'lchamlaridan siz tozalanyapsiz, siz ko'tarilyapsiz. Alam, nafrat, xafagarchilik, ayblovlar, shartliliklar har biri eritilinsin. Men ruxsat beraman. Men qanchalik tayyor bo'lsam, shunchalik darajada men bu platformalarni tark etishimga va sizni tonna-tonnalab karma og'riqlari, karma ayblovlari, karma shartliliklari, karma talablari tark etyapti. Har bir insonni asl ruhini anglashga, ko'rishga o'zimga ruxsat beraman. Har bir insonni qalbidagi yaratuvchi nurini his qilishga o'zimga ruxsat beraman. Har bir insonga nisbatan asl sevgi hissiyotlarini his qilishga o'zimga ruxsat beraman. Men sevgini nuriman. Men asl yaratuvchi nuriman. Butunlay qalbni ochilishi arxivdan chiqarib berilsin. Sizni asl bolakay qalbingiz, asl o'zligingizni sizga ochib berishlari ishga tushirilsin va siz butun borliqqa nazar solyapsiz. Ikkita qoshingizni o'rtasida og'riq bo'lishi mumkin. Bu yerda zumrad kristal sizni butunlay haqqoniy ko'rishingizga, butun borliqqa asl sevgida nazar solishingizga javob beradigan kristal o'rnatilyapti. Yuragingizda sizni hamma og'riqlar tark etyapti va butun umurtqangiz bo'ylab sevgi kristallari, asl kristallar sizni butunlay sevgiga xizmat qilishingizga ulab beradigan kristallar o'tkazdiryapti va bular har biri sizni umurtqangiz bo'ylab harakat qilyapti. Sizdagi hamma talab shartlar erib ketyapti va butun borliqqa sevgi nazari bilan qarayapsiz. Asl sevgi kodi ochib berilsin. Asl sevgi, Dao, asl quyosh sivilizatsiyalari sizga ochib berilyapti va sizni yoningizga shunaqa darajada katta quyma oltin ko'rinishdagi energetik tozalangan informatsiyalar yuborilyapti. Bu informatsiyalar har biri sizni sevgiga xizmat qilishingizga yordam beradigan informatsiyalar va bular sizni energetik butun informatsiya saqlanadigan xotiralaringizga joylashtirilyapti. Men yaratuvchini sevgi zarrasiman. Men yerda yaratuvchi yaratgan mo'jizaman. Men asl sevgi nuriman. Nurni taratuvchisiman. Nurni
butun borliqqa o'tkazdiruvchisiman. Boshingiz aylanishi mumkin. Chuqur nafas olamiz. Asl qalbni ochilishi ishga tushirilsin. Jannat platformasi teleportatsiya qilinsin. Nuqtada bir yagona ongda ochib berilsin. Hamohanglashtirilsin, markazlashtirilsin, bir sinxronga keltirilsin. Tanamdagi, ongimdagi, kvant poliyamdagi, avramdagi tekislanmagan, to'g'rilanmagan energiyalar tekislansin, to'g'rilansin. Ishga tushirilmagan energiyalar ishga tushirilsin, yer bilan ulansin. Chuqur nafas oling, chiqaring. O'zingizni qanaqa his qilyapsiz?